Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kecha telefon qilganingizlar, shu murojaat bo'yicha keluvdik. Kim telefon qiluvdi? Bizlar. Nima masala bo'lib? Bizlar 3 yil Yaqinroq bo'ldi kelganimizga, lekin haligacha buzuq lift qo'yib bergan bizlarga. Qisqasi, bizlarga lift soz deb turib, masalan, ko'pchilik 7-6 etajdagilar shardamizda umuman talabga javob bermaydi. Bizlarga va'da berishganda almashtirib beramiz deb turib. Kim va'da beruvdi? Shirkat firmachilarning o'zlari va'da bergan, lekin va'dadan turgani yo'q. Qaysi firmaga qarashli bu? Zarafshon City, Bobrakaga. Aha. Shunday. Lekin haligacha o'shani nima deydi, natija bo'lgani yo'q. Kecha hokimiyat biz portalga chiqdik. Portalga chiqqanimizda hokimiyatga tashalgan. Hokimiyatdagilar kelib turib, quruq xalqning ustidan izvat saqib kulib ketgani qoldi, xolos. Hokimiyatga ham ishonmaymiz. Umuman haqiqat yo'qligiga ishonyapmiz bizlar. Nima deb kulib ketdi? Nima deydi? Lift deydi, svet o'chsa ham deydi, ichida qolib ketasiz-ku deydi. Buzuq liftda qolgan boshqa-yu, svet o'chganda qolgan boshqa-yu. Menga shuni farqlab bering deydi. U nima degani endi? Oddiy xalqning ustidan kulishmi u narsa? Kim aytibdi bu gapni? Familiyasini aytib o'ring. Familiyasini bilmaymiz, Sherzod degani bilan Dilbar degani. Sherzod ekan, familiyasi, keyin Dilbar degani ham bor ekan. Dilbar degandan familiyasini so'rasak, men familiyamni aytishga majbur emasman sen degan. Biz bilmadik, u hokimiyatdan keldimi, qayerdan keldi u odam? Liftingni dedi almashtirib bermaymiz. Qayga borsang bor, liftingni almashtirib bermaymiz deb ketdi. Bizga almashtirib berish kerak liftni. Ana deyishga haqqi yo'q. Biz chunki liftimiz ishlamagani uchun murojaat qilganmiz. Bizga bunaqa qilib gapirmasin. Ishlayapti deydi. Hozir ishlayapti-ku deydi. To'g'ri, hozir ishlayapti. Bizlar murojaat qilaverganimiz sari liftni kelib turib o'xshatib beryapti. Lekin u talabga javob bermaydi. Bizlarning bolalarimiz, Bir oyda o'rtacha qancha, necha marta buziladi bir oyda? Hozir ertalab buzilsa, o'xshatishga chaqiramiz, keladi, o'xshatib ketadi, abitdan keyin 2 soatdan keyin yana buziladi. Kecha telefon qilganda aytdingizlar, kimdir ana almashtirib beramiz deb aytganda, keyin уже yo'q deb aytdi dedingizda. Kim aytdi almashtirib beramiz deb? Almashtirib Bobur aka aytgan. Bobur aka aytgan. Bobur aka aytgan. Bahorda oxirgi srok degandilar, Bahor ham o'tdi. Mana yil yakunlanyapti-da, yil yakunlanyapti, lekin va'daligicha qolib ketyapti. Bizlar ham masalan o'sha uy olganimizcha peshana terimiz bilan olganmiz, bizlarga masalan o'sha lift uchun ham pul olgan-ku. Bizlar ham haqlimiz-ku. Haqlimiz-ku, bizlar ham qog'ozini olib kelgan paytda liftga to'lov qilasizlar deydi. Liftga to'lov qilamiz-ku kommunalkada. Nima uchun liftimiz ishlamayapti? O'shanga pulini oladi bizga har oyma-oy. Lekin liftni o'xshatib bermayapti. o'xshatib berish kerak emas. U hokimiyatdagilar aytganlari faqat kecha keldimi yo undan oldin ham kelganmi? Undan oldin ham kelgan. Undan oldin kelganda nima deganlar? Undan oldinga kelganda men yo'q edim, lekin kelganda ham umuman qayga nima deyapti? Almashtirilib berilmaydi. Xohlagan joyingga murojaat qilib, xohlagan joyingga chiq deyapti. Davlat shunday deb bizlar taraf bo'lmay turgandan keyin bizlar qayerga murojaat qilishni bilmayapmiz lekin. Buzilsa yarmida qolib ketadi, bachalar tushib ketishi mumkin. O'rtada qolib ketgandan keyin tak ochib Eshik turadi. ochib qolib Telefon ketadi. qilaveramiz. 5 martalab telefon qilgandan keyin keladi, kelsa ham. Kamerasi ham yo'q uni. Ventilatsiyasi ham ishlamaydi. Hozir ishlayaptimi lift? O'qizib tashladi. Nimaga aytishadi? Telefon qilganimiz uchun o'xshatib qo'ygan. Ana o'xshatilgan lekin. Allo, assalomu alaykum. Kecha ko'ringki, biz Yaxshimiz aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Mana bu 13-7 ga murojaat bo'yicha keluvdik. Qayerdasiz? Men shu ko'chadaman. Keling shu yerga. Nima bo'yicha lift bo'yichami? Ha. Mana chekdi va lift bo'yicha. Bloger mana. Ana o'zi lift o'zim kiradi. kecha Aka o'xshatib qo'ygan. Kelganlar uchun o'xshatib qo'ygan. Hozir ishlab turibdi-da. Hozir men qilaman. Salom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, fuqarolar murojaat qilgan ekanlar lift bo'yicha. Buni hozir bitta akam aytibdilar, shu yerdagi fuqaro turklar qo'ygan paytdan bu bo'lmaydi, yaroqsiz degandan keyin firmachiga bo'ldi 1 yildan keyin almashtirib beramiz deb aytgandi. Lekin mana 1 yil o'tdi ham almashtirgan yo'q. Kecha hokimiyatdagilarni chaqiryapmiz. Aka gapiryapman-da. Hozir to'xtab turing, birdan kiramiz. Hokimiyatdagilarni chaqirgan, hokimiyatdagilar izdati kim u? Hokimiyatdagilar nima dedingizlar ismini? Sherzod degan kim? Hokimiyatda ishlaydi u kishi. aytishga majbur emasmiz. Nimami? Uy-joy ta'mirlash bo'yicha shirkat bo'yicha. Bizga hokimiyat keldi kecha, hokimiyatdan. Dilbar degan kimdi?
familiyasini bilmaymiz bizlar. Bizlar uni o'zi shu lift berganni biz sudga Ushla mikrofonni nima qilyapsan? sudga beryapmiz. Mana bu To'g'ri, ushla mikrofonni, to'g'ri, ana shu ushla. Fuqarodan ekan u bola. O'zi qamalgan deyapti uni. O'zlari. Lift Ana bergan shunaqa uddaburon tadbirkorlar ko'payib ketdi. O'zlari qamaladi, ketadi, mana bu yerda xalq mana bu aziyat chekadi-da, gapi yo'q lekin. Keyin o'zi bunday bo'ldida, unaqaga berganmiz sudga. Jarima payti o'zi almashira olmaymiz ham-ku. Keyin demol u domda o'zi Ya, siz u bilan shartnoma qilgansizda, to'g'rimi? Lekin siz xalqdan pul olgan kishisiz, to'g'rimi? Dom uchun lift bo'ladi deb. U sizni bo'yningizga bevosita, u qamalgan u muammosi. Jarima payti o'zi qo'yilmaydi, keyin u tan oladimi deysizmi? Ya, u tan oladimi, yo'qmi? Siz kerak bo'lsa bu liftni olib, xohlasangiz uyingizga yetib qo'ying, xohlasangiz unga qaytarib bering. Lekin bu yerda xalq nimasini qilib berish kerak ekan. Qayerga borsang bor, xohlagan joyingga bor deb. O'zi buni almashtirsa, u kelib biron narsani tan olmaydi-da. Bizlarga u ham yangi qilib berishga majbur emas, lekin polni qaytib mana bu kabinasini yangi qo'yib berish kerak. Motorlari men yangi qo'ydim $5000 ga. Nimadan o'zi sabab nima ekan bunga yaxshi ishlamasligiga? Bir oyga necha marta buziladi deyman, deyarli har kun deyaptilar-da. Buziladi, endi buzilyapti. O'zi shu yerda bilasiz-ku, necha marta buziladi bir oyga o'rtacha? Biladi. 15 marta buziladimi? Kamida. Undan ham ko'p. Ha, buziladi. Endi haqiqatan nimaga yosh bolalar bor, qariyalar bor. Boshqa domlarga Mana lift qo'yilgan, bizankiga boshqa. Yo'q, shunday bo'ldi-da, biza u liftga pul tashlaganmiz boshida avans. U liftni bermagandan keyin bitta liftni bazor olib keldik. Keyin qolganiga boshqa kishiga zakaz berdik-da, olib kelmadi-da. Bilmam qayerdan terib berdi, Turkiyaning lifti deb. Shu olganimizdan beri shu ahvol. Buziladi. Bular Endi bular nima qilishlari kerak? Uni qamoqdan chiqishlari kerak. Yo'q, qamoqda chiqishga emas. Uni men barib qo'yib beraman, u yerdan ko'rib o'tsin. Gaz masalasi bo'lyapti-ku, dom topshirish kerak. Pul tushsa shuni qilib beraman deb o'tiribdi. O'zi ko'rib o'tiribsiz haqida. Qancha muddat qilib beriladi endi bularga? Hozir Bu endi men olib qarasak, bevosita sizni yangi qo'yamiz. To'g'ri, siz bo'yningizga ekan-da. U siz tadbirkorsiz, siz qo'ydirayotgan narsangizni, misol uchun plita sotib olasizmi, g'isht sotib olasizmi, domni qurayotgan payt hammasini ko'rib, o'zingiz olasiz. Bulardan pul olasiz. Masalan, men shunaqa uy qurib beraman deb, to'g'rimi? Shularni qilganingizdan keyin lift ham sizni bo'yningizga, domdagi hamma narsa fasadi ham sizni bo'yningizga, siz tayyor ta'mirlab ularga o'sha korobka holatida qilib berishingiz kerak. Bular kelib yashash kerak, liftdan foydalanish kerak-da. Endi siz u bilan qanday shartnoma qilgansiz, u sizni nima deb aldagan? Bu xalqning muammosi emas-da, aka. Bobur aka, u narsa bizlar talabga 2 yil bo'lyapti-da, Bobur aka, va'da berganingizga ham. Yo'q, opam va'da berdim. Qilamiz dedik-ku. Mana yil yakunlari qachon bo'ladi shu? Yo'q, men endi qachon almashtirib beramiz shuni dedim. Bu mana u domda gaz masalasi. Hokimiyatdan kelganlar nima uchun unday deb ketdi? Bizlarga izvatsiya ketdi. Yo'q, domni topshirdik. Hamma xabarlaringiz bor, YouTube'ga ham chiqdi, chiqardinglar-ku. Gaz masalasi bo'lyapti-ku. Men o'zi pulim yo'q. Hozir olsam-ku yana yangi bitta olib kelib qo'ysam. Hokimiyatdagilar qayga murojaat qilsang qilaver, 25 yilgacha bizlar almashtirib bermaymiz deyapti. Davlat shunday deb turgandan keyin bizlar qayga murojaat qilaylik aka? Hokimiyatdagilar shunday deyapti bizlarga. Hurmatli shahar hokimi Nazarbek Isroilovich, mana bu qo'l ostidagilarni mana xalqqa nisbatan muomalasi, bunaqa xodimlarga qat'iy chora ko'rishni so'raymiz. Muhtaram prezidentimiz ommaviy axborot vositalarini va fuqarolarning murojaatini birinchi o'rinda yetish kerak. Unday ishlamagan kishi meni jamoamdan emas deb bejizga aytmaganlar. Bilamiz, siz shahrimizda ko'plab yangiliklarni qilyapsiz va mana bunaqa mas'uliyatsiz xodimlarga qat'iy chora ko'rishni so'rab qolamiz. Erta mana sud jarayoni o'tsa, sud payti biron narsa teginib bo'ladi, teginmasdan turib. Shunday o'tgani bilan kreditga biz ham olib kelib qo'yamizdan farqi bor. Qancha vaqtlar bo'ladi o'sha? 1-2-3 oy aniq Endi mana muddatda. advokatdan so'raymiz-da, advokat sudga chiqargan. Advokatdan so'raymiz, necha Faqat bizlarniki o'shani. Baxtigul opa degani bor-ku advokat. Shu sudga chiqargan ularni. Yo'q, necha marta qayta endi Buxoroga borib sudga beradi. Shu kishidan borib o'rganamiz qachon bo'lishini. Rishad bo'lsa, shu 300 ming, 400 million bo'lsa, bitta shu shirkatga kredit olib bo'lsa ham qo'yib beraman, endi aytdim-ku. Ha, endi aka baribir siz bo'yingizga bo'lgan qilish kerak. Lekin shu payt vaqti bor-da, sud payti, ish bo'layotgan payt almashtirishga haqqim ham yo'q-da. Kimga isbotlab beraman uni keyin? To'g'rimi? Kim keladi? Ekspertiz keladi, boshqasi keladi, buni isbotlab bera olmaydi. Liftni qo'porib olgandan keyin. Nimaga har safar har bir buzilgan kunini bugun chislo mana shu deb erinmasdan video olib qo'yinglar hammalaringiz. Ana isbot bilan tashab Kerak berasizlar. bo'ladi u. Menga ham kerak bo'ladi. Mashimcha yo'q, Bobur aka. Tashab beringlar, sudga taqdim etgan paytda kerak bo'ladi bu narsa. Lift buzilib qolgan, tagi mana shuncha ochiq qolib ketgan yosh bachalarimiz bor, podyezdda o'ynaydi, tagiga tushib ketsa nima bo'ladi? Ham-da, bolalar qolib ketdi. To'g'ri, masalan, mas'uliyatsizlik qilganman, bolam bilan birga lift voyaga yetmagan bolam bilan liftga birga chiqmaganman. Meni bolam 1,5 soat qolib ketgan. O'rtada men shunday joyda kirib ham bo'lmaydi, chiqib ham bo'lmaydi. Lift yorida o'zi kelib
turib kecha liftyorga shunday desak, biza birinchi yordam ko'rsatyapmiz-ku deydi. Bir soatdan keyin keladi chaqirsak, birdan kelmaydi aka. Birdan keladi chaqirsak. Bitta liftyor bo'ldi. Kuni bilan lift buziladi. Telegramda ham ko'rasiz kanalda. Kuni bilan liftlar buziladi. Shu jarayonda to kelguncha vaqti bor, bitta o'zi liftchi. Uni shergilar ham Qop kelsak, o'zi o'tganda ikki bacham bilan qolib ketsa, ayrdisi bo'lishga eshik ochilishi kerak-da. ochilmaydi aka. Yarim belida qolib ketgan, men qolib ketdim mana hamsam guvoh. Yarim belida qolib ketgan tushira olmadik. Bu kishini xo'jayinisi, keyin o'zim xo'jayinim kelib, to'g'risi tortib oldi o'zimni. Qarab bo'lmadi, liftga borib qilmadi. Advokat bor, Targov sentrda. Mana shuni oldiga bir 4 kishi boraylik, jarayonni bir ko'ringlar. Biza beryapmiz, shunda agar hal bo'lsa, oxirigacha keyin almashtirib bersak bo'ladi. Yo bizlar yo u firma almashtirib beradi. Aholi bilan bizlar ham o'shani ustidan nima yozib beraylik bo'lmasa, Mayli, kompensatsiya to'laydi. O'shanday qilaylik. Bizlar jabr ko'rganimizga ham to'lasin ular masalan. O'shanday bo'ladigan bo'lsa, bizlar ham sizdan qo'llab-quvvatlaymiz o'sha liftimiz uchun almashtirib berish uchun. Aytamiz, bularda liftga usluga bo'ladi-ku. Uni Minsk qilib beradi. Lifti yonib ketganicha. Nimasi? Yonib ketdi misol uchun. Ha, men taqladimmi shuni? Ha, yonib Nimaga yonib ketadi yangi lift? Yaxshi ishlamaydi. Sifatsizda, значит, o'sha yaroqsiz bo'lganda o'zi boshdan bosh. Ha. Shunday bo'lganda. Lift bo'yicha O'zbekiston bo'yicha shunaqa muammo ko'p, bitta bizlarda emas, ko'p bu yerda. Olib kelgan Turkiyada sifatsiz, Xitoyda olib kelgan, hozir endi sertifikati yaxshiroqdan olib kelganini qo'yapti hozir. Endi bo'ldi-da. Hozir faqat shu domda shu problema, shu Mana shu dom bo'yicha bitta shu yerda. Endi bar buni yo u sudda yutqazsa, u almashtirib beradi yoki shirkatning o'zi bizga firma bo'ynimizga olib, biz almashtirib beramiz. Endi jarayon payti almashtirib bermaydi-ku, to'g'rimi? Jarayon qachon tugasa biz Shunga yo hozir boraylik. bo'lamizmi o'shanda? Ha, u agar yutqazsa, yangi lift qo'yib ber degan narsa emas. Masalan, bir avtohalokat bo'lsa ham, avariya bo'lsa ham yangi mashina olib ber degan narsa emas, bilasizmi? Uni liftni mumkin ta'mirlaydi polni. U qamalib ketadimi? Siz yutib chiqadimi sudga? Sizning vazifangiz mana shu podyezdga ishlaydigan, doimiy xizmat ko'rsatadigan lift qo'yib berishingiz kerak. Xohlang shuni taxlang, xohlang yangi qo'ying, u xalqning muammosi emas-da aka. Masala shu bo'lyapti o'zi. Yo aka taxlab bermasa, almashtirib bersa, taxlagani buzilib qolyapti-da, ertaga. Shu o'zlari aytadilar-ku, brak bo'lsa u mumkin emasmi? Brak narsadan unday foydalanish. Baribir buzilyapti aka, ko'p taxlab beradi, buziladi. Yomonni aytmasa yaxshi. Qo'yib beramiz, baribir oxiri shunday bo'ladi-da. To'g'rimi? Har qo'yiladi. Buzganga jarima tashlaydi. Mana shuncha lift qaysiga jarima? Bitta kishi mehmon kelgan masalan deydi, yig'laydi iltimos qilib. Yo, u chiqib ketadi, uni qayerdan topasiz endi jarima qilishga? Kamera qo'yish kerak. O lift ichiga shu qilgan ishini ham qilib ketyapti, axlatini ham qilyapti. Kamera ham yo'q, hozir qaradim, o'zi bitta kamera qo'yib qo'ying, tamom. Boshqa boshqa domlarga manimcha. Ha, yo bor amasi. Bunda yo'q. Sindirib kabelni tortgan, u endi aytdim-ku, liftyor bitta bo'lgach vaqtim yo'q, kabelni tortgan ular. Lift bilan borib kelish kerak kamerani, bilasizmi? Kabelni tushizib, kalta bo'lish kerak. Shunaqa qo'yib berish kerak-da. Bor, ishab bo'ladi, mana hozir birga mana advokatning oldiga boraylik, birga. Endi minayda. Bularning vazifasi emas aka, advokatga borish, boshqa. Yo'q, bular aytibdi, umuman kecha hokimiyatdan kelganlar dedilar, kimni aytibdilar, men bilmadim. Ikki kishi keldi dedi, Dilbar bilan nima dedingizlar ismini? Sherzod degan aka bilan opa kelganlar. Qayerga borsang bor, nima qilsang qil. Unaqa masalan. Qayni bularning og'zidan chiqqan gap. Men ham o'zim bu yerda emasdim. Videosi ham bor, tashlab berishim ham mumkin. Yo'q, men ularni tarafidan olmayman, bilmayman. Bilganim yo'q. Men buni o'zim aytyapman-ku, o'zimiz vaqt qilib beramiz. Endi sud arasi yechilsa qilib berish kerak-da, hakim aka. O'zbekistonda bilasiz, hamma narsa qonunchilikka bo'ysunadi, hamma konstitutsiyaga bo'ysunadi. Inson murojaatlari hali hech qachon e'tiborsiz qoldirilmagan. Tegishli tashkilotlar ham, mas'ullar ham buni o'rganib chiqishlarini so'raymiz. Mana aytganingizdek, beraydim, u donga gaz bo'lmagani uchun hozir u yerda mojaro bo'lyapti-ku, gaz bermayapti-ku, bilasizmi? Shu bo'yicha endi u ish bilan yuribmiz. Agar pul tushganda shuni bitta qo'yib beradi, u sudga ham berib o'tirmaslik qiladi. Aytdim-ku, o'tgan yil qilaman deb, men bunaqa muammo chiqqani uchun qilib bera olmadim-ku. Hozir yana bular tildan ushlaydi, yana qilib berishing kerak deydi. Shuning uchun hech bo'lmasa sud tugasin, mayli bitta kreditga bo'lsa olib kelib beramiz. Ha shu mana kichkina bolacham qamaldi dedilar-ku. Shu insga kirgancha qilib beringlarmi?
Prikol qilyapsiz aka, odamni ustidan kulyapsiz. Kulganmi? Yo'q, siz Izdivatsiya qilyapsizmi aka? izdivatsiya qilmayman. Siz gapingizga aytaman. Siz Normal gapiring aka, siz menga nima unaqa? aka, men sizga normal gapirmayman. Siz qilyapsiz, gapni oldi qo'shdi qilganingiz uchun men sizga shunday misol keltiraman. Qanday sud payti jarayonda qilib beradi? Siz qonunchilik. Siz uni muammosi sud qilishingiz. Bera xalq sizga pulni to'layapti mana shuncha vaqtdan beri. Aka, mana Aytibsiz siz- pulni qaytarib mana beraman bo'lib- deyapsiz, ha? Nimani qaytarib- Pulni qaytarib beraman, mayli uslugasini deyapsiz. Bular 7-chi etajdan bular lift borligi uchun olgan-ku aka uyda. Shunda Siz bu tomonni ham tushuning-da. Yo'q, hozir endi bu Aslida izdivatsiya qilish bizga emas, sizlar qilyapsizlar aka. man Shuncha vaqtdan beri sudlar yurib qoldi. Yana menga izdivatsiya deysiz aka aka. 1 so'm 2 so'mlik narsa emas, institutga kirguncha ham. Hay aka, bular ham 1 so'm 2 so'm pul bermagan. Yo'q, mayli, mana jarayon payti qanday qiladi? Ming marta aytib qaytib. Tushundim, bular ham 1 so'm 2 so'm pul bergan. Kamiga har bittasi 300 milliondan pul bergan sizga. Yo'q, pulni olgan. Ha, rahmat. Pulni olgandan keyin Pulni qilib qo'yish olib kerak aka. uyga ishni. uy qurib berganmizmi? Ha, uyni lift bilan qilib beraman deganmisiz? Ha, endi lift shunday bo'ldi-ku, mana hamma joyda bormish hammi yo bitta mandami? Aynan menga ham bular murojaat qilyapti. Men boshqasini eshitganim yo'q. Tushundim. Hozir men aytyapman. Mana Buxoroda u bola top bo'lmadi. O'zimiz kirib ustonovka qilib aytyapman. Kuydi materiallari. Hozir yo'q, siz aytyapsiz hozir mana muddat so'rayapti. Bular axay nima qilsin? Nima desin? Qachon bilsa, bo'ldi, qachon sudi tugasa endi bular o'tira olib. Yana unaqa bo'lgandan keyin men aytyapman, o'rganish kerak-da. Yo'lga borib sud jarayonini o'rganish kerak. Bir taraflama bo'lmaydi-ku. Hozir nimani va'da beraman sizlarga? Hozir u kuni aytganimga, mana aytyaptilar, yilning oxiri qilib berasan deb. Endi yakuniga qilib beramiz degandingizda. Aytgan ekaningizda o'zi. Men kreditga o'zi olib bermoqchi edim. Shirkatimiz bor-ku bizni. To'xtab tur, u yoqda sudga berib olib beraylik, u sudga bersa, u to'layotgan ekan deb to'xtatib o'tiribdi-da. Biz o'zi kreditga shirkatni otiga olib bermoqchi edim. O'zi to'laydi deb. Aka, Ha, qilib beramiz deganmiz. Yil oxiri dekabrgacha yangi lift qo'yib beramiz. Menga aytyapman-ku, gaz masalasi berib bo'lyapti, uyim sotilmayapti keyin, gaz bermayapti tayyor donga. mana bunday narsa borda, Bobur aka, siz aytyapsiz xafa bo'lyapsiz-da. Siz xafa bo'lyapsiz. Men sizga izdivatsiya qilganim yo'q. Mana siz hozir gapingizni qarang. Xolis bo'lishingiz kerak. Sizni gapingiz tushunay beryapti. Qarang mana. Menga aytyapsiz-da, Yo'q, mana bu yerga. tushundim. Siz meni eshiting. Siz hozir aytyapsiz, ha? U deyapsiz, nimaga uni sudi bersa, hay, men bu ishim chiqib qoldi, bo'lmasa yil oxiriga qilib beraman degan ekansiz. Mana o'zingiz aytyapsiz, ha? Lekin menga u ish chiqib qoldi. Endi tasavvur qiling, men sizdan qarzim bor, ha? Aka, men uzr endi shu oy mashina olishimga to'g'ri kelib qoldi, pulni beraman desa, o'shani problemsan, birinchi qarzingni berdingiz. Bu yerda variant borda. Udom ham sizning muammongizda, bu yerda qilib berish kerak. Variant borda. U yerda u firmadan olishni varianti borda bu yerda. Bu yoqda nima variant bor? O'z ular sudga berib, ulardan oldirmoqchi-da. Aytadiki, hozircha zarar ko'rmadinglar-ku deyapti. Hech kim o'lmabdi-ku deyapti. Qisilib qolib hech kim o'lmagan ekan liftdan. Shunday dedi. Havo yetmayapti. Ana shunday deb ketib kelganlar Qanaqa zarar ko'rishimiz kerak? Qamalib qolib qancha ammo bo'ldi. Qo'rqib baribir mana bilasiz. O'shanday. Meni bolam qamalib qolganda 2 kun davlenam chiqib ketdi. 2 kun skora qatnadi. Lekin skora ikkiga chiqib qatnadi. Yozda ventilyatsiyasi ham yo'q buni. Kecha ventilyatsiyasi nima yo'q desak nima aytmaysizlar deydi. Nima qilib beraman? Aytib qildan beri qiynalyapmiz-da. 3 yil. Muammo aka, 1-2 oylik narsa. U qachonga sud bo'ldi aka uni? Hozir erta dushanba kuni ketsa u kishi, mana bitta odam bersangiz, u yerga borib yo'rtaylik. Bu yerda mana bu sudga berganmiz-ku bu yerda. Endi qanaqa sudga bergan, jinoiygami, yo ma'muriygami, jismoniygami bilmayman-ku. Shuni qabul qilmagan, u yerga beringlar deb. Navoiygami? Buxoroga. Buxoroga. Shuni bironta odam bersangiz, u advokat bilan bo'lgan payt kirsak. O'rganib chiqsak, keyin ular ham sal harakat bo'lsa kerak deyman. Bo'ldi, Bu qilamiz. yerda variant bor deganim, ulardan olishni bitta varianti bor. Endi bu 400-500 millionlik narsa-da. Biz uni pulni to'laganmiz, lekin bar liftga tushib o'tiribsiz-ku. Bepul olganimiz yo'q-da buni. Hozir yana bitta mayli olamiz deb turibmiz. Endi hech bo'lmasa variantni ko'raylik, qiynalganimiz uchun mayli nimasini minus qilib tashlaydi, liftga usluga olganini. Bo'ldi, Zafar. Aka bitta odam beradilar, birga Buxoroga borasizlar. O'rganib, ikki tomonlama hammasini oydinlik kiritamiz, maksimal harakat qilamiz. Siz ham iloji boricha bitta o'shanga qarab qolmang. U baribir unaqa noinsoflar juda ko'payib ketgan ko'rib yuribsiz. Nechta quruvchilar, nechta tadbirkorlar xalq haqqini yeb turib, qamalishga ham rozi bo'lib, qamalib ham ketyapti, bari to'layolmayman deb 4 yil 5 yil o'tirib chiqyapti. Lekin aziz chekkan xalq bo'lyapti. Siz aka Zarafshonda bir yaxshi tomonlama tanilgan tadbirkorsizda, shuncha mana sharoit qilib qo'yibsiz. Endi kamchilik bo'ladi to'g'ri, lekin siz ham men tushdim deb, bera endi bu xalqni ham nima qilmang deb maksimal harakat qiling. Undan keyin qilaverasiz. Olaylik, yo'q, uyga ichilsa, shunda mana kreditga bo'lsa olib kelib beramiz. Tamom. Mana. Mayli, mana o'zlari yordam qil, mana advokatimiz bor. Birga bir kishi vaqti bo'lsa harakat qilsin. Biz u so'rasak, pasiyan aholi so'rasa sal harakat bo'ladi-da.
birga masalan bir ikki kishi yordam bersin, bular men bilan janjal emas. Mana hozir video chiqarib tashlab bering, o'sha advokatga tashlab bering, o'sha qamalayotgan nimalarga tashlab bering. Kelishib boraylik, masalan, kelishib boraylik, mayli qilib beramiz shuni. Bitta tarafga yechib beramiz. U liftchi ham, va advokatingiz ham o'z yo'liga. Siz mana bu yerda bu fuqarolar bilan siz doimiy shira ishlaysiz. Shira bular yashaydi. Ko'z-ko'zga tushishi bor. Endi to'g'ri, u kimlarnidir deb siz ham tushib qolgan ekansiz, lekin ular uchun bular ham aziyat chekishi kerak emas. Siz ham endi to'g'ri, yana lishni 400 million, 500 million xarajat qilmay o'shandan undirayda o'tiribsiz. Undan undirishingizda o'zi dargumon narsa bo'lib turibdi, hali. Qachon bo'ladi u sud protsessi shunaqa narsaki, cho'zilib bosqichma-bosqich ancha vaqt ketadi. Lekin 7-etajda turadigan balkim yosh kattasi bordir, balkim nogironi bordir, balkim homiladori bordir. Yosh bolalisi bordir aka, 7-etajda bitta bir haftaga o'zingiz yashab ko'ring, pishkom tushib chiqib, bilasiz azobini. Shuning uchun murojaatlarni, tanqidlarni to'g'ri qabul qilgan holda maksimal harakat qilish kerak, birgalikda shu liftni almashtirish kerak. Buni kapitani boshqa qo'yib beradimi, stoykalar turadi. Endi buni noldan almashtirib berib ko'ramiz uni. Ha, endi nima qilsa ham shu doimiy ishlayotgan bo'lsa, bularga ham kerak emas mana bunday chiqib olay, o'tirib bera, top portalga yozib, to bloger chaqirib video chiqarish. Masalan, mana kelib o'tirmang-ku. Yo'q, tushunmayman buni. Yo, prosta aytaman-da, bular ham hozir mana issiq bilan uyga o'tirgani ma'qul-da bularga ham.